Bir eski shogirdim telefon qilib, men sizda o'qigandim, endi qo'shnimga ham sizni tavsiya qildim. Sizdagi talablar, sizdagi natijalarni aytgan edim, qo'shnimga ma'qul tushdi. Farzandini o'qitmoqchi, lekin oila biroz qiynalgan oila, shunga bonus qilib berasizmi dedi. Men aytdim, menda bonuslar yo'q, bilasiz. Bir oiladan ikkita bo'lib o'qisa ham baribir chegirmalarim yo'q va tekinga ham o'qitmayman dedim. Shunda shogirdim shu yerda to'xtamadida, nega sizda o'zi bonuslar yo'q, boshqa joylarda tekinga o'qitadigan sharoitlar ham qilib qo'ygan. Hozir ko'chalarda, plakatlarda, boshqalarda o'qiyapmiz. O'shalarda aytilgan-ku, bannerlarda yozib qo'yilgan, tekinga o'qitamiz nochor oilalarni degan. Siz nega tekinga o'qitmaysiz dedi. Shunda shogirdimga aytdim, siz ustozni hisobidan ehson qilasizmi dedim. O'zingiz biznesmen yigitsiz, topar tutaringiz yaxshi. Siz ustozni hisobidan ehson qilmang-da dedim. Men yettiyot begona odamga ehson qilishim kerakmi? Siz u qo'shnini tanisangiz, u qo'shnini bilsangiz, u inson mendan ko'ra sizga yaqin bo'lsa, siz o'sha insonni sen o'qiyver uka, pulini umuman o'ylama, pulidan xavotirlanma. Pulini men to'layman, sen yaxshilab o'qib, hammamiz yuzimiz yorug' qilsang bo'ldi desangiz yaxshiroq emasmi dedim. Shunda shogirdim, yomon biznesmen sizda ustoz dedi. Men tekinga o'qitmayman. Bunga bir necha yillar oldin qarorga kelganman. Juda ham ko'p yillar agar imkoniyatim kamroq desa, chegirmalar qilib berardim. Yana ham imkoniyatim kamroq, o'qiy olmas ekanman desa, tekinga bo'lsa ham o'qitib berar edim. Lekin keyin shu qarorga keldimki, endi yo'q, tekinga hech qachon o'qitmayman. Ingliz xalqida bir maqol bor, easy come, easy go deydi. Oson kelgan, oson ketadi. Chachu tergan bola qayoqqa chopadi? Do'konga chopadi. Chachu tergan bola yerdan pulni terib oldi, boradi yugurib borib muzqaymoq sotib oladi. Chunki u yerdan terib olgan puliga u bolani beli og'rimagan. Uning uchun joni og'rimagan, asabi ketmagan, boshi og'rimagan, osongina topilgan pul. Men yaratib beradigan o'quvchi uchun yaratib beradigan tekin kursim ham xuddi shunday qadrga ega. Bolani yo'qotadigan hech narsasi yo'q. O'qisa o'qiydi, o'qimasa o'qimaydi. Kamiga menda qora daftar degan 8 ta katakdan iborat qora daftarim bor. U qora daftarga men u bolani yoza olmayman ham. Chunki birinchidan agar u qora daftarga har bir kechikkani, yodlamagani, insholari yozmagani va hokazolarning narushinalarini yozib boraveradigan bo'lsam, o'quvchi, men tekin o'quvchiman-da, shuning uchun mendan qutulish uchun 8 ta katagimni tez-tez to'ldiryapti ustoz deydi. Ikkinchidan yana yomon tomoni, yo'qotadigan hech narsasi bo'lmaganligi uchun bola nomiga o'qiydi. Qora daftarga tushmasa bo'ldi. Qora daftarga tushmaydigan qilib o'sha inshoni 250 tani amallab yozadi so'zini. Yodlash kerak bo'lgan narsalarni ham minimum variantini yodlaydi, ya'ni keyingi oyga amallab o'tsa bo'ldi. Va natija nima bo'ladi? Natija juda ham mudhish bo'ladi. Chunki u nomiga o'qigandan keyin bali ham juda ham past bo'ladi. 4,5 mi, 5 mi bir qayerdagi bir past balni oladi IELTS'dan. Va undan ham yomoni endi men Almazda Ilhom akada o'qib 4,5 yoki 5 bal oldim deb butun dunyoga jar soladi. Tekinga o'qigani yetmaganday, minimum harakat qilib men asabimni qaynatgani yetmaganday va past bal olgani yetmaganday, endi jar solib menga kelmoqchi bo'lgan mijozlarni ham mendan qaytaradi. Kimdir undan eshitsa, men 4,5 oldim, Almazda o'qidim, Ilhom akada o'qidim va IELTS'ni 4,5 oldim desa, menda yanagi yil o'qimoqchi bo'lgan bir inson buni eshitsa, ha sen Ilhom akada o'qib 4,5 oldingmi? Yaxshi bo'ldi aytganing. Men Ilhom akaga bormoqchi edim deydi. Va u menga endi kelmaydi. Menga kelib yaxshi bal olib, ertaga yuzimni yorug' qiladigan 7+, 8+ olib, yuzimizni yorug' qiladigan bir salohiyatli o'quvchini ham mendan qaytaradi. Va u ham yetmaganday farzandlarimni rizqini qiyadi.
Shu vaqtgacha tekin o'qiganlar hali birortasi 7+ olib meni yuzimni yorug' qilgani yo'q. Bir inson cho'lning o'rtasida otda ketayotgan ekan, yerda o'lik holatda yotgan bir insonni ko'ribdi-da, otidan shu zahoti yugurib borib tushib, u insonga yordam bermoqchi bo'libdi. Kelib chiqadiki, u inson o'zini o'likka solib yotgan ekan. Shu zahoti bir zarba uribdi-yu, yordam bermoqchi bo'lgan bizni qahramonimizni yerga yiqitibdi. U bizni qahramonimiz hushiga kelguncha yerdagi yotgan firibgar qahramonimizni otiga minib qocha boshlabdi. Shunda bizni qahramonimiz uyg'onib, o'ziga kelib, orqasidan baqira ketibdi. "Hoy, to'xta, bir og'iz gapim bor, keyin ketaverasan, otim senga, to'xta" debdi. Boyagi firibgar ham qiziqib qolibdi, nima demoqchi ekan deb to'xtatibdi otni. "Nima deysan?" desa, "Meni urib otimni olib qochganingni, men senga yordam bermoqchi bo'lganimda urib otimni olib qochganingni hech kimga aytma, iltimos, ot senga, hech kimga aytmayman, mirshabga ham murojaat qilmayman" debdi. "Birovga aytamanmi, aytmaymanmi, senga nima?" debdi. "Aytsam nima-yu senga, aytmasam nima?" debdi. Shunda bizni qahramonimiz bir javob bergan ekan. "Men senga yordam bermoqchi bo'lganimda meni urib otimni olib qochganingni kimgadir maqtanib aytsang, insonlar boshqalarga yordam qilmay qo'yadi" debdi. Imkoniyati kamroq bo'lgan o'quvchiga bonus qilib berib yoki birato'la tekinga o'qitayotganda mening ham ahvolim mana shu insonning ahvoliga o'xshaydi. Ham tekinga o'qitib, xizmatimni o'zimni unga berayotgan ilmimni tekinga unga o'qitaman 6 oy. Ham u 100% yomon natija ko'rsatadi. Chunki hali birorta tekinga o'qitgan o'quvchilarim birortasi 7+ olib meni yuzimni yorug' qilgan emas. Va yana dunyoga jar solib 4,5 ball olganini va ana shu 4,5 ballni meni kursimda olganini aytadi. Va farzandlarimni rizqini qiyadi. Agar mehnatga yarasha haq to'lanmasa, haqqa yarasha mehnat qilinadi. Mendagi kursni bir oylik narxi 1,5 million so'm. Eshitgan kishiga, eshitgan quloqqa bu katta summa, katta pul bo'lib tuyuladi. Lekin sizda o'qish kursingiz qimmat ekan, nega bunaqa qimmat? 1,5 million so'm, boshqa joylarda 500 ming so'm-ku deydi. Men aytaman, ana shu 500 ming so'm degan joyingizdan mendagi narx 2 barobar arzon deyman. Chunki 500 ming so'mdan grammatikani o'zini 2 yil, 3 yil o'qitiladi va u 18 million so'm bo'ladi. 3 yil vaqt 18 million so'm. Mendagi 1,5 million quloqqa katta eshitilgan summa 9 million 6 oyda bo'ladi va ham grammatika, ham IELTS bitadi. 18 millionga faqat grammatikani 3 yilda o'rgangan afzalmi? Uning yarim narxiga 9 millionga bor yo'g'i 6 oyda ham grammatika, ham IELTS o'rgangan yaxshimi? 500 minglik markazlarda o'quv kurslarida hali oldinda yana 1 yillik IELTS kursini puli ham bor. Bu 18 millionning ustiga yana qo'shimcha bo'ladi degani. Menga kelganda o'quvchi ingliz alfavitini bilsa, harflarni ABC'ni, harflarni o'qilishi, talaffuzini bilsa, 40 ta 50 ta so'z bilsa, fazer, mazirga o'xshagan so'zlarni bilsa, bolani mana shu darajadan olib chiqib keta olaman. Va 6 oyda 7+, IELTSdan 7+, aspektlardan reading listeningdan 8-9 ni ham olishi mumkin. Men bergan vazifalarni bekamiko'z bajarib borsa, kunlik normalarni bekamiko'z bajarib borsa, shuning o'zi yetadi. Mendagi kurs osondan qiyinga qarab ketadi. Birinchi darsda oson, ikkinchi darsda sal ustiga qo'shiladi va 77-darsda eng qiyin darsim bo'ladi. Chunki unda mock imtihonim bo'ladi va mock imtihondan keyin borib haqiqiy IELTS imtihonini topshiradi. Men bergan vazifalarni bola bajarib borsa bo'ldi. O'zimning nagruzkam nihoyatda kuchli. Bitta 2 soatlik yoki 3 soatlik, chunki insholarga feedback ham beraman 1 soat darsdan oldin va darsning o'zi 2 soat. Ana shu 3 soatlik dars uchun kamida 7-8 soat o'zim ishlayman, tayyorgarlik ko'raman. Insholarni tekshiraman, videolarni tekshiraman. Bugungi darsning materiallarini tartibga keltiraman.
Qaysi bolada nima kamchilik bo'lyapti, buni ustida analiz qilib ishlayman. Va mana shu mening juda ham katta nagruzkam va bolani bergan vazifalarimni joyida, to'g'ri, risoladagidek chiroyli bajarib borsa bo'ldi. 6 oy menga yetadi. Va Allohning irodasi qodir, Alloh har narsaga qodir. O'zi baraka beradi va o'quvchi IELTSdan 7+ oladi. Mehnatga yarasha haq to'lanmasa, haqqa yarasha mehnat qilinadi. Shuning uchun chegirma qilib bera olmayman. Chunki mehnatga yarasha haq to'lanmasa, haqqa yarasha mehnat qilgim kelib qoladi. Ba'zida savol bo'ladi. Ustoz, grammatika kursingiz bilan IELTS kursingiz narxi bir xilmi deyishadi. Ya'ni ular aytmoqchiki, grammatika osonroq-ku, grammatika arzonroq bo'lish kerak emasmi? IELTS qiyinroq-ku, IELTS qimmatroq bo'lish kerak emasmi degan ma'nodagi savol. Men ularga aytaman, menga qolsa grammatikani qimmatroq qilgan bo'lardim. Chunki grammatikada o'zini ona tilisida 10 tagina insho yozmagan, 10 yillik maktabda 10 tagina insho yozmagan bola bilan bor yo'g'i 2 oy 20 kun, ya'ni 80 kun bo'ladi grammatikamiz. 2 oy 20 kunda 35 ta darsimizni ichida 31 ta insho yozadi bola. Umrida bir dona roman o'qimagan, bir dona kitob o'qimagan bola bilan biz mana bu yerda kitob tarjima qilamiz. 70 betli Gladiator degan kitobni o'qib, tarjima qilib, keyin uni retell qilib gapirib ham beramiz. Juda ham ko'p miqdorda so'zlar yodlanadi. O'zbek tilida eplolmaydigan narsalarini ingliz tilida eplab chiqarishga harakat qilaman. Ya'ni grammatikada yuklama nihoyatda katta. Ham o'quvchiga, ham menga. Turgan bitgani azob. Grammatikani turgan bitgani azob. Talaffuzni to'g'ri qila olmaydigan bolani talaffuzidan boshlab insho yozishgacha bo'lgan davr va yo'l, bu yo'lda nihoyatda ko'p ishlar qilinadi. Frazali iboralar yodlanadi, maqollar yodlanadi. 70 betli roman tarjima qilib keyin gapirib beriladi. 31 ta insho yoziladi. IELTSga o'tgandan keyin yana insho yoziladi. 77 ta darsimizda hammasida 113 ta insho yozamiz. Buni o'zi bo'lmaydi. 6 oyda 113 ta insho. Va grammatika turgan bitgani azob. IELTS esa rohat. Chunki IELTS bu hosil yetildi, ana shu yetilgan hosilni o'rib, terib olish. IELTSga o'tgandan keyin faqat xush xabarlar eshitaverasan. Ustoz, listeningim 30 ta chiqyapti. Bu nechiga tortadi? Ha, bugun borib topshirsangiz 7 ga tortadi. Ustoz, readingim 35 ta chiqyapti. Bu nechiga tortadi IELTSdan? Bugun borib topshirsangiz 8 ga tortadi. Bunda faqat xushxabar. IELTS rohat. Qilingan mehnatning mukofoti. Shuning uchun men aytaman, menga qolsa grammatikani qimmatroq o'qitgan bo'lardim. Grammatikada chunki bola ingliz tiliga endi kirib kelgan, ingliz tilini eng qiyin davrdan o'tayotgan bo'ladi. O'quv markazini jiddiy qabul qilmaydiganlar mendagi o'quv markazim, mendagi o'quv kursimni ham yangi do'stlar orttiriladigan joy deb o'ylashadi. Va mendagi jiddiy o'quv kursimni ko'rib, muntazam, osondan qiyinga qarab ketadigan o'quv kursimni ko'rib, aqli shoshib qoladi. Mendagi supersonik deb ataladigan 77 ta darsdan iborat, 6 oyda tugaydigan, haftada 3 marta 2 soatdan bo'ladigan kursim osondan qiyinga qarab ketadi. Birinchi darsimiz oson, keyingi darsimiz qiyinroq, undan keyingisi yana ham qiyinroq, ya'ni yuklama, ya'ni nagruzka kundan kun ortib boraveradi. 77 ta darsdan iborat bo'lgan supersonik dasturi yillar mobaynida amaliyotda shakllangan dastur. Bir kabinetda o'tirib, kelinglar bir dastur tuzamiz. Birinchi darsda mana buni, ikkinchi darsda mana buni o'tamiz deb tuzilgan dastur emas. Bu dastur yillar mobaynida qilingan amaliyot va bir yilda qilingan amaliyot analiz qilinib, keyingi yilga nima kerak emas, olib tashlanadigan olib tashlanib, qoldiriladigan qoldirilib, kuchaytiriladigani kuchaytirilib, 25 yilda shu holatga, shu shaklga, hozirgi holatiga kelgan dastur. Bir mijoz menga telefon qilib, ana shu 77 ta darsingizdan iborat bo'lgan kursingizni hammasini videosini yozib, YouTube'ga yuklab qo'ysangiz bo'lmaydimi? Biz ham ko'rib bahramand bo'lardik dedi. Men shunday niyatim bor edi.
shu niyatimni amalga oshirish uchun $3,500 sarflab, har xil jihozlarni Amerikadan olib kelib, tayyorgarlik ham ko'rib qo'ygan edim. Lekin keyin fikrimdan qaytdim dedim. Bu o'quvchim shunda almazni o'zingizni saqlab qolarkansiz-da dedi, pisanda qilib. Shunda keyin tushuntirdim. Yo'q, almazni o'zimda saqlab qolish niyatim yo'q. Alloh bergan ilm, uni tezroq xalqqa berishim kerak. Iloji boricha ko'proq inson bu ilmdan bahramand bo'lish kerak, foydalanish kerak. Lekin oxirgi xulosam shu bo'ldiki, oxirgi qarorim shu bo'ldiki, 77 darsimdan iborat bo'lgan bu kursni videoga olib internetga, ya'ni YouTube'ga yuklab qo'ymas ekanman. Chunki buni juda ham yomon tomoni bor ekan. Ham o'quvchi uchun, ham o'zim uchun. Deylik, shu 77 ta darsni men videoga oldim. Internetga, YouTube'ga yukladim. Yuklaganimdan keyin nima bo'ladi? O'quvchi 2 soatdan tashkil topgan 77 ta darsimni 154 soat sarflab ko'rib chiqadi. Ko'rib chiqadi va borib IELTS topshiradi. Topshirganda 4, maksimum 5 ball olishi mumkin. Va u boyagi ahvolga yana tushaman. Men almazda o'qib 4 ball oldim deydi. Vaholanki men u o'quvchini umuman ko'rmagan ham bo'laman. Nimaga unday bo'ladi? Chunki mendagi 77 ta darsdan iborat bo'lgan dastur, 77 ta dars bu faqat va faqat instruksiya. Uni bor yo'g'i boshidagi 20 daqiqasi, 30 daqiqasi esa bu uyga vazifalarni qabul qilib olish. O'quvchi, meni YouTube'dagi 77 ta darsimni ko'rgan o'quvchi esa faqat nazariya qismidan foydalangan bo'ladi va talab qilinadigan qismidan o'tmagan bo'ladi. Ya'ni u birorta ham insho yozmagan, birorta ham speaking video qilmagan. U yodlagan so'zlarni men imtihon qilib qabul qilib olmagan bo'laman va natijada u nazariyani o'zi bilan amaliyotga erishmoqchi bo'lgan bo'ladi. Aslida bu noto'g'ri yo'l. Mendagi kurs nazariya va amaliyotni birga olib borgani uchun ham muvaffaqiyatli. Ham nazariya, ham amaliyot. Men nazariyani beraman, uyga vazifani mana shunday yo'l bilan bajarasan deyman. Bola vazifani bajarib, keyingi darsda u vazifani menga topshiradi. Ya'ni berish ham bor, talab ham bor. Agar men YouTube'ga yuklab qo'yadigan bo'lsam, unda talab yo'q. O'quvchi birorta ham insho yozmasligi ham mumkin. Birorta ham speaking video qilmasligi ham mumkin. Reading listening haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Koronavirus davrida xalqimizda onlayn darslar haqida noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qoldi. Internetga yuklanadigan yoki televizor orqali ko'rsatiladigan video darslarni xalqimiz onlayn dars deb tushunib qoldi. Va hozirgacha ham mana shu tushuncha davom etyapti. Buni badalini shaxsan men to'lab kelyapman. Bu juda ham og'ir narsa. Bir narsani boshqa nom bilan atash. Onlayn dars umuman boshqa, video dars umuman boshqa. Video dars o'sha darsni videoga olinadi va u yuklab qo'yiladi. Video darsda hech qanaqa talab yo'q. Interaktiv bo'la olmaydi video darsda. Chunki video dars u yuklab olingan, internetga qo'yib qo'yilgan bo'ldi. Unda o'quvchi, o'qituvchi bir-biri bilan savollasha olmaydi. Onlayn darsda esa offlayndan hech qanday farqi yo'q. Faqat masofaviy o'qiladi. Eng katta farqi shu yerda. Onlayn dars orqali men boladan narsani talab qilib ola olaman. Video darsda esa hech narsa talab qilinmaydi. Men internetga narsa yuklaydigan bo'lsam, ya'ni berish bor, olish yo'q. Lekin onlayn dars o'tadigan bo'lsam, berish ham bor, olish ham bor. Men bolaga qancha narsa beradigan bo'lsam, undan da ko'pini talab qilib olaman. Va meni sirim ham shu yerda. Talab kuchli. O'quvchiga bilimni har qanday inson berishi mumkin, lekin talab qilib olishga kelganda bu hammani ham qo'lidan kelavermaydi. Mendagi 77 ta darsni 35 tasi grammatika, 42 tasi IELTS kursi. Grammatika kursimizni 35 ta darsdan iborat bo'lgan grammatika kursimizni taxminan 20-darslarga kelganda o'quvchilarimiz, ustoz, biz qachon speaking boshlaymiz deyshadi.
hali IELTSga o'tmasdan turib. Men ularga aytaman, grammatikamizni 4-darsidayoq biz speakingni boshlab bo'lganmiz deyman. Qanday qilib deydi? Grammatikamizni 4-darsda biz sizlar bilan insho yozishni boshlaganmiz. Inshoni speakingga nima aloqasi bor, gapirishga nima aloqasi bor? U yozish-ku deyishadi. Lekin insho gapirishni boshlanishi. Yozish gapirishni boshlanishi. Ming grammatikani o'rgansak-u, nihoyatda ko'p so'zlarni yodlasak-u, lekin bizga fikr kelmaydigan bo'lsa, biz ana shu yodlagan so'zlarimizni bir-biriga qo'shib grammatik gaplar chiqara olmaymiz. IELTS kursiga o'tganimizda esa bizdagi eng katta muammo o'quvchiga fikr kelmasligi bo'ladi. Inshoda esa fikr keltirishni o'rganamiz. Bir mavzuda ikki tomon talashadi inshoda. Bir tomon ha deydi, ikkinchi tomon yo'q deydi. Unga fikr kelishi qiyin. O'quvchi insho yozayotgan jarayonda mana shu o'zida fikr keltirishni o'rganadi. Va natijada bu speakingga xizmat qiladi. Xizmat qilganda ham juda ham katta xizmat qiladi. Boyaga aytganimdek, 1000 grammatikani bilsin, undan ham ko'proq so'zni o'rgansin-u, lekin fikr yo'q bo'lsa, u o'rgangan grammatikasi va yodlagan so'zlari hech narsaga arzimaydi. Lekin fikr quyilib kelaversa, inson atak-chechak qilib bo'lsa ham gapirib tashlaydi. Yodlagan 4 ta so'zi bilan ham 12 ta gapni gapirib tashlashi mumkin. Alloh taolo yurtimiz farzandlarini ingliz tilini o'rganishda jiddu jahdlarini ko'paytirsin, kuchaytirsin. O'rganayotgan ingliz tilimizni tanamizga singib, kelajakda manfaatli ilm bo'lib, yaxshilikka xizmat qilishda Alloh taolaning o'zi yor va madadkor bo'lsin.